Agar hayotingizdagi biror bir narsani o'zgartirishni xohlamasangiz, bu ishni siz uchun kelib boshqa birov qilib bermaydi. Eng malakali psixolog bo'lsin, hattoki shifokor ham o'zingiz harakat qilmasangiz sizga hech qanday yordam bera olmaydi. Hayotingizdagi har neni ildizi va sabablari o'zingizda, hatto oilaviy baxtingiz ham o'z qo'lingizda desak ham bo'ladi. Shuning, agar sevgan insoningiz bilan munosabatlarda siz baxtsiz bo'lsangiz, bu kimdir sizga issiq sovuq qilganidan yoki oilangizga ko'z tekanidan emas. Bu oddiygina oilaviy baxt haqidagi tushunchalarni, bilimlarni yetishmasligi sabab. Hozircha albatta, chunki aynan mana shu holatlar bizga juda ham katta muallim. Iloji yo'q, o'rganamiz, pishamiz. Muhimi shunday holatda diqqatingizni hozir hammasi yomon degan fikrga emas, balki ertaga hammasi yaxshi bo'ladi degan niyatga qarating. Bu juda ham muhim. Aks holda qalbingizda umidsizlik yoki bo'lmasam tushkunlik holati shakllanib boraveradi. Bu esa sizni xuddi langar kabi pastga tortib ketadi. Kechirimli bo'lavering. Farishtalar oramizda yo'q-u, har birimizda gunohlar yetarlicha.